Birinci variant 11. savol. Rasmga ko'ra noma'lum x'ni toping deyapti. Bu yerda oldin bu burchak bilan bu burchak qo'shni bo'lgani sababli ikkalasini qo'shni burchaklar yig'indisi +80 gradus. Bu yer 120 bo'lsa, bu yer 57 gradus bo'ladi. Endi YD'si uchburchakni qaraydigan bo'lsak, bu yerda uchburchakning ichki burchak yig'indisi +80 gradus. Uchinchi burchakni topish uchun +80 dan 45 ni va 57 ni olamiz. Natijada bizda 135 dan 57 ni olsak 78 gradus. Demak, bu 78 gradus ekan. Endi DC va AB chiziqlar parallel bo'lgani sababli bu burchak bilan bu burchak o'zi bir tomonli burchaklar va teng. Endi bu burchak bilan bu burchak qo'shni burchaklar yig'indisi +80 gradus. O'shandan +80 ni 78 ni ayirib tashlasak 102 gradus. Demak, x teng 102 gradus ekan. X burchagimiz. Bu javob C javobga to'g'ri keladi. Birinchi variant 12. savol. Quyidagi tengliklar sistemasining iching deyapti. Oldin bu sistemani yozib olaylik. Sistema birinchi xatoni son o'qiga qo'ysak, bundan kattasini so'rayapti. Kattasi plyus taraf. Demak, javob minus tekislikda 3gacha, bilasizmi? 3gacha. 4 dan tekislikgacha. Endi keyingisini hisoblasak, modul 7 minus 2x katta 1. Modulni ochsak, minus 1 dan katta 7 minus 2x katta 1. Tenglikka ega bo'lamiz. Endi har birini bo'lak-bo'lak hisoblasak, 7 minus 2x katta minus 1. Bu yoqqa o'tirsangiz 2x katta 8, x katta 4. 7 minus 2x katta 1. Buni bu yoqqa o'tirsangiz 2x katta 6 bo'lyapti. X katta 3 bo'lyapti. Bu degani x 3 dan katta 4 dan kichik deyapti. Bu araliq shu 4 araliqqa to'g'ri keladi. Endi birinchi bilan ikkinchi tengsizlikni kesishtirsak, ular kesishmasi umumiy yo'q bo'lgani uchun bo'sh to'plam. Birinchi variant 13. savol. Quyidagicha: agar a plus a minus 4 bo'lsa, a 5-si plus a minus 5-sini toping deyapti. Quyidagicha yo'l tutaylik. Teng n'si plus a n'si desak, a n'si teng a birinchi ko'payiga a n'si birinchisi minus a n'si ikkinchisi formulasi orqali topiladi. Bu yerda a bir teng
a2 a2 teng kvadrati teng a plus b taksimning kvadrati 2 teng o'zi 14 teng 3dan. Endi bu o'rinlar endi A3 ni o'rinlar formula orqali topish mumkin. A1 ko'paygan A2 minus A1 teng 4 ko'paygan 14 minus 4 2 A4 teng esa A1 ko'paygan A3 minus A2 52 ko'paygan 4 minus 14 8 dan 14 ni olsak 208 dan 14 ni olsak 194 A5 A1 ko'paygan 4 minus A3 bu yerda 194 ko'paygan 4 minus 52 burada 776 teng 52 ni olsak 724 bu ham so'z javobga to'g'ri kelar ekan. Birinchi variant 14-savol x1 teng minus 4 va ikkinchi ildizi 1/1ning eng kichik to'p bo'luvchisi bo'lgan kvadrat tenglama tuzing deyapti. Birinchi ildizlarda minus 4 bo'lsa, ikkinchi ildizi 1/1ning eng kichik to'p bo'luvchisi 1/1 soni 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linishi uchun raqamlar egalari 3 ga bo'linishi shart. Demak 3 ga ham bo'linmaydi, 5 ga bo'linmaydi, 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lsak 100 qarbosh chiqadi. Demak 1/1ning eng kichik to'p bo'luvchisi bu 7 ekan. Holda bizlarda kvadrat tenglamani ikkinchi ildizi 7 ga teng bo'lgan kvadrat tenglama yozamiz. Geron formulasiga ko'ra x2 teng minus 1 x1 x kvadrat plus x plus q kvadrat tenglamada qoldi. Bizlarda minus p teng 3 p teng minus 3 q teng minus 28 ekan. U holda bizlarning kvadrat tenglama quyidagi x kvadrat minus 3x minus 28 bu javobga to'g'ri kelar ekan. Birinchi variant 15-savol quyidagi ko'rinishda ekan. Endi bizlar qulaylik uchun 2002 teng a deb belgilashga kirishsak, bizlarda 1 plus 2005 a plus 3 ga teng bo'ladi. 1 plus 2004 a plus 2 ga teng bo'ladi va 2003 a plus 1 2001 a minus 1 ga teng bo'ladi. Bu yerni soddalashtirsak a kvadrat minus 1
a kvadrat minus 1'ni qo'shsak, bu yerda 1 plus kvadrat minus 1 hosil bo'ladi. A kvadratga teng, a kvadratdan a chiqadi. Bu yerda hosil bo'ladi. Endi bu yerni soddalashtirsak, 1 plus 2a plus a kvadrat, bu ham a plus 1 ning cos kvadratiga teng. Bundan a plus 1 chiqadi, bundan qoldi 1 plus ikkinchi ildizda a plus 1 chiqsa, a plus 1 teng bo'ladi bizda. Endi buni soddalashtirsak, 1 plus 4a plus a kvadrat plus 3 va a kvadrat plus 4a plus 4 bo'lib, a plus 2 ning cos kvadratiga teng. Bu ham a plus 2 ning cos kvadratidan a plus 2 chiqadi. A plus 2 bizlar a ni 2002 deb bergan bo'lsak, qoldi 2002 plus 2 teng 2004. Javob shu javobga to'g'ri kelar ekan.